Omonsinlar jonlarim, borsinlar. Salomatliklaring yaxshida hammalaringni. O'zimni qaliqlarim. To'g'risi bugun sizlarga bir narsa bilan chiqmoqchiman. Bilmayman endi. Sizlar ko'rasizlar YouTube, ko'rmaysizlar. Buni endi o'zlaring bilasizlar. Lekin har bir ko'rgan qaliqdan shu so'rab qo'laydimki, shu videoni boshqa qaliqlarga ham ana etkizinglar, taylanglar, ko'rsinlar. O'zimga tojik barodarlarga bir aytib qo'yay. Barodaroy, fors zabon va tojik zabon in navor اصلا با شما یگون دخل نداره. اگر فهمین تماشا کنین، اگر نفهمین انا میتونین که تماشا نکنین. خب جانlarım, özümün qaliqlarim qaytamiz o'z-o'zida teleynan. Bilmadim, men shu dunyoga bir ahron qaliq qolgan menman deyman. Nima gap bor shu dunyoga? Lekin men shuni tushunmadim. Lekin agar bo'lsanga, tirik bo'lsanga shu dunyoga qaliq degan tirik inson bo'lsa, shu video jo'natinglar bir-birlaringga. Men qaliqman. 7 pushtim qaliq. Toza, ota, bobo, ocha, mama, xola, amma, tog'o, hamma qaliq. Biz Tojikistonni qaliqlarimiz anchadan beri men qaliq to'g'risiga mana shu dokument yig'aman ko'p joylardan. Men qaliq to'g'risiga kitob yozmoqchiman. Kitob chiqarmoqchiman, qaliqlarning kitoblarini. Qaliqlarning tarixlarini, tarixlarini har joydan terib, yig'ib men to'plab dokument qilyapman. Bularni hammasini bitta kitob qilib chiqarmoqchiman. Ana qaliqlar tarixi, qaliqlar kimlar degan bir kitob chiqarmoqchiman. Endi buni to'g'risi men qaliq tiliga ham yozmoqchiman. Endi alfavitlarni bilasizlar, endi qaliq alfaviti yo'q. O'zlaring bilasiz, qaliq alfaviti yo'q, yo kirili alfaviti ishlatamiz, yo lotin alfavitini ishlatamiz. Lotin alfavitini ham ishlatamiz, kirillini ham ishlatamiz. Bu necha tilga o'girmoqchiman buni. Mana shu so'zlarni, qaliqni tarixini necha tilga o'girmoqchiman. Qaliq tiliga yozmoqchiman, tojik tiliga yozmoqchiman, o'zbek tiliga yozmoqchiman, mana qozoq tiliga yozmoqchiman, buni o'girmoqchiman. Buni hammasi o'zi qarib tayyor bo'lgan, hamma dokumentlar tayyor bo'lgan, tarixlar tayyor bo'lgan, faqat bularni yozish kerak. Bularni yozish kerak. Bu bir komanda kerak. Bir komanda. O'qimishli odamlar, komanda, tushunaydigan odamlar, bir komanda kerak. Agar biron qaliq qo'llaringdan kelsa qila olamiz desanglar, mana shu narsani tashkil qilayliklar. Agar o'z millatlaring uchun, o'z tarixlaring uchun, o'z mana shu kimliklaring uchun agar
shuni qilaman desanga, qo'llaringdan kelsa, menga mana shunday o'qiydigan, bilaydigan, yozadigan odam kerakki, buni yozish kerak, yozishimiz kerak, birlashish kerak, komanda. Bu bir odamning ishi emas. Bu bir komandaning ishi. Bu birinchisi. Ikkinchisidan menga qalliq so'zlari kerak. Biz qalliq so'zlarni, gaplarni ko'pini yo'qotganmiz. Mana masalan olamiz shu oddiy tilga olib aytsak agar, hozir muborak bo'lsin deymiz. Bizga muborak bo'lsin degan so'z yo'q edi qalliqlarga. Qulluq bo'lsin deydi. Alay bo'lsin degan so'zlar bor edi. Tö degan so'zlar bor edi bizga. Endi men o'zim bilaydiganlarimni aytaman. Yana bilmaydigan so'zlarim ko'p narsalar ko'p. O'sha uchun shu so'zlarni o'zi asli qalliq lug'atlari deb desak, qalliq so'zlari deb bir nechta so'zi bor qalliqda o'zini. Har bir tilla millatda o'zining so'zi bor. U bilmayman 3000 ta bo'lsin, 1000 ta bo'lsin, 2000 ta bo'lsin, 700 ta bo'lsin, shu so'zi bor. O'sha so'zlar bizga ham bor qalliqlarga. Mana ota, ocha, bobo, mama, mana shu so'zlarni olsak, mana hozir biz xolabachcha deymiz. Almashgan bu so'zlar. Amakbachcha, xolabachcha deymiz. Bu narsalar yo'q edi bizga. Bu bachcha bular, bu boshqa tildan kirib kelgan. Bizga bo'la bor edi. Bo'lam deydilar qalliqlar. Bo'lam deydi. Mana shunoq so'zlar, qalliq so'zlari yo'qolgan, yo'q, o'liyotibdi. Shu so'zlarni tirgizish uchun, shu qalliq so'zini tirgizish uchun, qalliq lug'atlarni, qalliq gaplarni tirgizish uchun shu harflarni men shu qalliq lug'atlari, gaplari deb shuni o'zini asli bir alohida bir kitob qilmoqchiman. Chunki bir ko'p o'zimni ham yodimdan hozir chiqdi. Ko'p edi bunaqa so'zlar ki bugun yo'qolib ketgan so'zlar ko'p edi bugun. Buni anchasini esladim, yodimga olib keldim. Endi yozmadim. Shu narsa yoddan chiqdi. Yana bir yodga tushsa bularni hammasini yozaman so'zlarni. Bularni hammasini yozaman so'zlarni. Mana shu lug'atlarni bir kitob qilishim kerak. Qalliq lug'atlari deb desak, yo qalliq so'zlari, nechta so'zdan iborat so'zi bor qalliqda. Mana shu narsalarni yozmoqchiman. Agar kim nechta so'z bilsa, nima bilsa, shuni qishloqlarga bo'lsanga, eski odamlardan borib shu qalliq so'zlarini, eski qalliq so'zini agar topib shularni yozuv jo'natsanga menga, yerdan osmonga davr sizlardan qalliqlarim minnatdor bo'laydim. Men yaqinga bir WhatsApp ochaman. U WhatsApp ommaga qo'yiladi, qalliqlarimga sizlarga qo'yaman. O'sha yerga biz lug'at yig'amiz, so'z, qalliq, yo'qolgan, o'lgan so'zlarni yig'amiz. Bu o'lish kerak emas qalliq til. Bo'lam, mana yana nimalar bor edi? Ko'p edi, ko'p so'zlar edi. Mana aytaydigan so'zlar aytyapman-ku, ko'p edi, yoddan chiqdi. O'zim men ham shu bugun o'yladim, o'zim yo'qotgan so'zlar bugun bir 20-30 tasi yodimga keldi. Yana yoddan chiqdi, shularni aytaman deb edim, yoddan chiqdi. Lekin mana shunaqa so'zlar, qalliqdi so'zlariki, bular o'lgan o'zi, yo'qolgan, ishlatilmaydi. Buni joyiga biz mana salom qilamiz deymiz. O'zi salom qil bir taynan, assalomu alaykum deymiz. Bu narsalar qalliqlarga yo'q edi. Qani orsan, omonsan jonim degan
so'zlar bor edi. Omonlik mana salomlash deydi hozir. Salom qiling akangdan deydi. Allin bu narsalar yo'q edi. Omonlash deydi. Omonlashding akangdan deydi. Ya'ni omonlashding, ya'ni eson-omonsan degan sog'lik, salomatlik so'rading degan so'z bildiraydi. Qalliqni salom demaydi, omon deydi. Omonlashding degan so'zlar bor edi. Shular yo'qolib ketdi, shular o'ldi. Shularni men qaytarib bir kitob qilmoqchiman, bir qalliq so'zlari deb. Ya'ni salomalik nima bo'ladi, busi nima bo'ladi, bo'lavachcha, shular hammasi shularni bir kitob qilmoqchiman. Endi bu lug'atlarni yiqqan bir taraf turadi. Bundan baqiga qalliqlarga bir narsa bo'yniga bo'lish kerak, yodiga bo'lish kerak va hamma vaqt bu narsani qo'llab turish kerak. Men qalliq fondi ochmoqchiman. Qalliq fondi kitob chiqarish kerak, qalliqlar lug'atlarini yozish kerak, qalliqlarning tarixini yozish kerak, qalliqlarni eski to'ylarini qanday o'taydi, shu narsalarni, qalliqlarning kiyimlarini, mana shu narsalarni reklama qilish uchun, dizayn qilish uchun, mana shu narsalarni yangi dizaynlarga bog'lab, dizayn qilib chiqarish uchun shu narsalarni, buni hammasiga bu zamonga pul kerak. Mana qoni meni boylarim, boy bo'lalarim, o'zimni qalliqlarim, agar sizlar uchun qalliq taqdiri, qalliq millati, qalliqliging, qalliqni bu dunyoga kimligi, borligi, qanday paydo bo'ldi, tarixi nimadi, sen uchun agar mana sen uchun agar qadrlik bo'lsa, qimmati bo'lsa, qalliqligingni, o'zingni millating o'zingga agar qadr bo'laydigan bo'lsa, mana shu narsa men ochaman. Bu narsani men aytaman. Men yeyishim uchun emas, ichishim uchun emas, yurishim uchun emas, men uchun emas. Har bir tinlaring, o'z tarixlaring, o'z madaniyatlaring, o'z kiyimlaring, o'z shu hammasi faqat shu qalliq programmasiga ketadi bu pul. Buni hatman har bir qalliq, men aytmayman, zo'rlamayman. Men buni aytamanki, har bir o'zini qalliq bilgan insonni bo'yniga bu qarz. Bu narsani qarz. Chunki bizning hukumatimiz yo'q, bizning zavodlarimiz yo'q o'zimizda. Bizning sponsorimiz, ya'ni bizning davlat, nalog, bu narsa bizning o'zimizga kelmaydi. Biz qalliqlar o'zimizga qilsaklar. Bizda hamma narsamiz, nalogimiz, topgan pulimiz, nimamiz bo'lsa, bu o'sha tojik budjasiga ketadi. Bu biz uchun bir tin ajratilmaydiki, biz o'z shu millatimizni, o'z shu tamaddunimiz, farhanglarimizni, tilimizni, kitoblarimizni, tariximizni yozishga, ajratishga bir bu narsaga bizga bir tin tojikdan ajralmaydi. Bizdan faqat olinadi, biz uchun berilmaydi bu narsa. Bu narsa ajratilmaydi. Shu uchun bu narsa har bir qalliqni bo'yniga qarz. Ki bu fondga men yaqinga tashkil qilaman bu narsani, Xudo xolasa. Bu fondga har bir qalliq o'zini qalliq bilaydigan odam 1 so'mni, 2 so'mni bu standart qo'yilmaydi. Shu o'z qallig'iga qancha o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lgan, o'z hissasini qo'shilaydigan qalliqlar, qo'shaydiganlar, mana shunga har oy, har hafta, har kun agar qo'lingdan kelsa 1 so'm 50 tin, 20 tin, 10 tin mana shu fondga o'tkazasan. Bu narsani o'zingni nomusingni aliga javob bergin.
ma'lum bo'lay to'g'on insonlar bo'lsa, yozamiz degan inson, yozuvchi insonlarimiz qalliqlardan bo'lsa, yozaman desa, men unga dokumentlarni beraman, ideyalarni beraman, hammasini o'zi korrektirovka qiladi va u oylik oladi yozgani uchun. Men yozgani uchun oylik oladi. U unaqa emas, u bechora yozsa-yu, vaqtini o'tkazsa, hammasini o'tkazsa, u hech nima ola olmasa. Uni ham tirikchiligi bu, uni ham bala chaqasi bu, uni ham yashashi bu. Bu narsa o'sha yig'ilgan pullardan o'sha insonlarga shu yozish uchun, yozganlar uchun ularga pul ajratiladi. Yaxshi pul ajratiladi. Mana shu oyiga $1000, $500, $800, $1,500 ishiga qarab uni, mana shu yozgan ishlariga qarab unga pul ajratiladi. Mana shundoq odamlarni, ma'lumlarni, mana shundoq o'zimizdan ko'p. Shu o'z kuchlaringni o'zlaringga sarf qilsang, agar o'zlaringga ishlatsang, yaxshi bo'ladi. Biz bo'ldi 100 yillar biz aytganni xizmatini qildilar. Asrlar biz aytganga bizni tarixiy ham ularga dastak bo'ldi, bizni madaniyatimizni ham o'g'irladilar, bizni ovqatlarimizni ham o'g'irlab o'zlarining natsional ovqatlari qildi. Bizni kiyimlarimizni ham o'g'irladilar, o'zlarining natsional kiyimlari qildi. Bizni tariximizni ham o'g'irladilar, o'zlariga tarix so'zladilar, millat so'zladilar. Bu narsa bo'ldi butdi endi. Biz saligina o'zimiz uchun ham ajratishimiz kerak vaqtimizda. Biz o'zimizga ham bir saligina qarashimiz kerak, qalliqlarim. Shu uchun oyoqlaring tagiga o'laysizlarni. Bu video qalliqlar uchun, agar bo'lsa shundoq qalliqlarim, qarga bo'lsanga, jonlaring omon bo'lsin, qarga bo'lsanga. Mana shu narsani bir-birlaringga jo'natingga. Menga ma'lum kerak, yozuvchi kerak. Mana shu chi degan so'zimni aytdim. Bu o'zi qalliqlarni mana shu nimasi, mana traktorchi, marshrutkachi, yozuvchi degan so'z, shu oxiriga chi qo'shilgan so'z. Bu mana shu qalliq dialektini so'zi. Ko'ychi, mana shu chi degan so'z oxiriga qo'shiladi. Bu qalliq dialektini so'zi. Men tarixdan qalliqni ko'p narsasini topib olganman. Ko'p. Neki hali ham men bilishimcha bu kam. Nimaga deganga, menga tag'am hali 100 tadan ko'p kitob o'qi ularni o'rganish kerak. Qalliqlar to'g'risida. 100 tadan ko'p kitob o'rganish kerak. Bu Fransiyadan, bu Angliyadan, bu boshqa davlatlardan, Xitoydan, Tibetdan, Indiya, bularni hammasini o'rganish kerak. Nima uchun bilasizlar? Chunki biz necha asrlar shunoq yotdiklarda arqam boqqa. Bizni moli o'g'irlandi, aytgan olli o'ziga to'g'irladi. Biz bo'lsa qardimizni qashib qo'ydi orqasidan yuraverdik. Biz o'zimizdan olim chiqarmadik, biz o'zimizdan yozuvchi chiqarmadik, biz o'zimizdan biron narsa chiqarmadik. Biz qarin qashib qo'ydi orqasidan yuraverdik. Biz o'zimizdan pul ajratmadik o'z tariximiz uchun, biz o'z madaniyatimiz uchun pul ajratmadiklar. Biz dunyoga ko'p xatolik qilganmiz. Neki bir narsani yodlaringdan chiqarmanglar. Shuni aytaman, vaqt kam endi. Men shu narsani men sizlarga aytib o'taman. Kechirasizlar, kasal edim. Yangi bir 2 kun bo'ldi sal o'zimga keldim. Shu uchun ancha bo'ldi boshqa video ham qilgan yo'q edim.
Bir narsani yodlaringdan chiqarmangki, 5-6 asrdan qalliq so'zi, tili bugunga davr tirik kelgan. Bu nimani ko'rsatadi? Bu ko'rsatadiki, bu eng baquvvat o'z zamonini tili bo'lganki, bugunga davr bu so'zlar tirik. Bugun biz o'ldirdik bu so'zlarni. Biz qalliqlar, biz o'ldirdik bu so'zlarni. İşlatmadik. Bizga boshqalarni so'zi ma'qul bo'ldi. Biz boshqa so'zlarni ishlatdik. Assalomu alaykum, yaxshisan, jonim so'zsan. Va alaykum salom. Yo'q, bizda o'zimizda so'zi bu. Omonsan jonim. So'zsan, omonsan. Bizda o'zimizda ko'p so'zlarimiz bu. Neki biz bunu muborak bo'lsin, muborak degan so'z qalliqqa yo'q. Qulluq bo'lsin deydi. Bir yerga bir to'y bo'lsa biz yosh edik yodimizga bu. Ana un to'yini qulluqlading deydi. Hozirgi so'zga tabriklading ana uni to'yini deydi. Ha bor bir qulluqlab kelay deydi. Bunog'in gaplar bor edi. Hay men bor o'shan to'y bo'layotgan bir qulluqlab kelay. Yo ana faloncha nevarador bo'ldi, bor bir qulluqlab kelay. Qalliq so'zi bor edi. Biz qalliq so'zini o'ldirdik o'zimiz. Har bir qalliqni vazifasi, har bir qalliqni o'z balasini qalliq qilib tarbiya qilish edi. Neki nima qildilar? Sizlar o'z balalaringni qalliq qilib tarbiya qila olmagandan keyin sizlarni balalarini boshqa odam boshqa narsa qilib tarbiya qildi. Chunki sizlar o'z balangni qalliq tarbiya qila olmadingiz. Balani qalliq tug'dingiz-yu, qalliq o'stira olmadingiz. Chunki balani taqdirini, balani fikrini xo'lila bo'sh qilib boshqa odam qo'liga berib qo'ydingiz. Chunki yo'q bu narsa sizlarga tarbiya qilish. Bala tarbiya qila olmadingiz sizlar. Men bugun aytaman o'zimni ochamgaki, meni ocham dunyodagi eng zalatoy ochalardan ekan birtasi. Nimaga deganga? Chunki bizni qalliq qilib tarbiya qildi. Bizga qalliq so'zlarini aytdi. Bizga qalliq tarixlarini aytib turaydi. Bizga qalliqlar mana bundoq, qalliqlar mana bu yerga bundoq, qalliqma uyga o'tirsak bugunga davr men telefon qilaman. Men qalliq to'g'risiga gapiraman ochamdan. Qalliqni to'yi nima edi? Qalliq qanoq bilaylarki elchi bo'lsa, qanoq to'y o'tkazaydilar. Bular hammasini bugunga davr meningdan ocham gapiradi. Bilasizlar, meni qalliq qilib tarbiya qildi ocham. Bo'lmasa men ham boshqa bo'lib ketaydim. Mana shu aytdimki, men yevreyni nima uchun yaxshi ko'raman dedim-ku, bir yaxshi ko'raydigan tarafim bor yevreyni. Endi qaysilar sal dinroqsizlar bu narsani aytasizlar. Sen yevreyni yaxshi ko'rasan. Men yevreyni bir xil ishlarini ko'p yaxshi ko'raman. Nimaga deganga? Yevreyni shu dunyoni shu hiso hasrat boshlangandan bu yevreylarni uruv, tituv yerlarini olib surdilar dunyoga. Shu dunyoga yevrey hamma davlatga bordi. Neki o'z balasini yevrey tarbiya qildi. Shuncha ming yillab, necha ming yillab yevreyni surdilar yerlardan. Yevrey balasini yevrey tarbiya qildi. Mana shu Tojikistonga ham bo'lsa, Samarqand, Buxoroga ham bo'lsa, yevrey kulturasini, yevrey traditsiyasini, yevrey tilini, yevrey madaniyatini va yevreyligini yo'qotmadi. Balalarini tarbiya qildilar. Shuna bor Samarqand, Buxoroni, Tojikistonni, boshqa joylarni shuna qaragin.
ön pushti o'tib ketdi u yerga. Ön pushti yerga yotibdi. Neki mana shu ön pusht balalarni tarbiyaladi. Nima uchun? Umidlari bor ediki, bir kun biz o'z yerimiz topamiz, qaytamiz yerimizga. Chunki ular mana shu uchun ön pokoleniy Samarqandga tug'ilib o'sdi. Ön pokoleniy. Undan ham ko'p. Har bir pokoleniy umidi bor ediki, bir kun biz yevreylar o'z yerimizga qaytamiz deb, o'z yevrey kultura, madaniyat yashashini, ovqatini hammasini ku saqlandi. Men mana shu uchun yevreyni yaxshi ko'raman. Mana sho'rini yevreyni men jonimdan ham yaxshi ko'raman uni. Nimaga deganga dastoynalar. Dastoyna insonlarda hurmatga arziydigan inson, hurmatga arziydigan ishlarni qilganlar. Bizni qallig'i bo'lsa bugun nima qilib yuribdi? O'z balasini qalliq qilib tarbiya qila olmaydi. O'z kulturasini ayta olmaydi. Bu bizni kulturasi, biz qallig'imiz, bizni mana bu qalliqlar deya olmaydi. Bugun men mana shu keldim, shu xulosaga kelib chiqdimki, bugun men buni yig'ib qilishim kerak. Bugun men qalliq o'g'li, qalliq millatimni alliga, o'tgan qalliq tariximni alliga men qarzdorman. Bugun men yig'ib saqlashim kerak buni. Buni kitobini qilishim kerak. Buni o'sha so'zlarini yozishim kerak. Buni hammasini tayyorlash kerak. Neki men bir kuchim etmaydi. Bir men kuchim etmaydi. Buni yozish, o'tirish, qilish meni kuchim etmaydi. Birman. Agar birlashsak hammamiz qilamiz hammasini. Neki agar yo'q, men bu dunyoga hali qardim uchun yashayotdiman, qadrim uchun emas desang agar, yasha jonim. Yo'q bo'lguningcha yasha. Men bu dunyoga qardim uchun emas, qadrim uchun yashayman. Har bir qalliq agar o'ziga prinsipini qo'ysa, o'z prinsipini, men bu dunyoga qarin uchun emas, qadr uchun yashayman. Yevrey, mana shu yevrey, men o'z aytaman. Lelnobodni ko'chalariga, Dushanbeni ko'chalariga patinka tikaydi. Patinka soat so'zlaydi. Bu ishni meni sen qilmaydik. Mana shu tushgan pulini yig'ib, mana shu yevreyligini ko'tarish uchun o'qiyotgan qaysi bir yevrey balaga pul o'tkazaydilar, pul yig'aydilar. Va ular bugun YouTube'da ham ular kontrol qiladi, Facebook ham ularni qo'liga, Google ham ularni qo'liga, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta-Cola, Arsi-Cola, shu dunyodagi brend narsalarni ki bugun bu narsa hayot yo'q deymiz, hammasini yevrey kontrol qiladi. Nima uchun? Chunki ular o'z millatlariga vlajit qilalar. Lelnobod ko'chasiga patinka tikib, tin to'plab, qardiga faqat bir non olaydi. Yevrey. Mana shu Lelnobodga bu. Tanishlar bo'lishadi birta ikkita. Yevrey 10 yilga bir patinka oyog'iga olmagan yevrey bu. 10 yilga bir patinka bilan 10 yil yamav kiygan. Neki topgan pulini ana shu o'qiyotgan yevrey balalarga, mana shu yevreylarni fondiga o'tkazgan. 10 yil bir patinka bilan yurib, patinka tikib, soat so'zlab patinka tikib, pullarni to'plab millatiga rasxod qilgan. Bugungi mana shu yevreyni ko'rib turgan bo'lsang, shuni qarasang, hay bilmayman, bir xillarni ko'ti ko'yadi bu narsalarga, bir xillar
hasad yeydi. Men hasad ham yemayman. Ko'tim ham ko'ymaydi. Men havas qilaman. Faqat chin havas qilaman. Bu hasad emas. Havas qilamanki shunoq millat ki dunyoga bularni hech kim qabul qilmagan millatni bugun oyog'ini tagiga dunyo yiqilib o'tiribdi. Men havas qilaman. Hasad emas. Havas qilaman. Chunki bular o'z millatlari uchun qildilar. Agar bular ham mana shu bugungi qalliqlarga o'xshab men qadr uchun emas, qarin uchun yashayman deganga topgan pullarini qarlariga urganlariga edi. Bugungi yevrey bo'lmaydi, yog' bo'lib ketaydi. Yog' bo'laydi yer yuzidan. Shu millat yog' bo'lib ketaydi. Nomi yo'qolib ketaydi bu millatda. Neki dunyodagi bor din, bor til, bor farhang, bor tamaddun yevreyla urush qildi. Yevrey o'zini yevrey deyishga qo'rqaydi. Har yerga borsa, mana Samarqand, Buxoro, boshqa joylarga, yo Tojikiston boshqa joylarga, yo xususan arab davlatlar boshqa joylarga ular o'zlarini yevrey deya olmaydi, ayta olmaydi, qo'rqaydilar. Neki uyni ichiga o'tirib balasiga tarbiya beraydi. Uyni ichiga o'tirib hech kim bo'lmagan chinga balasiga o'qitaydi. Ey o'g'lim, biz yevreymiz. Biz ina bo'miz, bizni kulturamiz ina bu, biz ina bo'miz, biz ina bu odammiz deb o'z balasini uy ichiga yevrey qilib tarbiya beraydi. Bilasizlar? Mana shu uchun yevrey bugun dunyo oyog'ini tagiga qoldi. Chunki bir bo'ldilarda fikrlari bir-birlarini qo'lladilar. Bugungi davr dunyodan millionerlar, milliarderlar, yevreylar milliard pulni topib o'z vatanini yana ham baquvvat bo'lishi uchun shunoq berib yuboradilar. Majonim deydi. Majonim, ol, qil vatanni, yasa vatanni deydi. Bugun bir yevreyni balasi bir joyga o'qiyman desa, fondlar bu o'zlarini. Farqi yo'q, sen patinka tikasan, sen millionersan, sen kimsan, farqi yo'q. Yevrey bo'lsang bo'ldi. Sen o'ra pul taylashing kerak. U fondlar yana balalarni tarbiya berib o'qitishga yana ham kerak kelyapti. Yana ham o'rdan ishlatyaptilar. Ya'ni bu traditsiya, bu qilayotgan ishlari men aytaman-ku, men hasad yemayman yevreyga. Men havas qilaman. Hasad emas, havas qilaman. Bugun mana shunday bir fond ochib qalliqlarga hech bilmaganga qalliqni tamaddunini, farhangini, qalliqni molini ketganlar o'g'irlab, bu bizni natsionalniy ovqatimiz, bu bizni natsionalniy kiyimlarimiz deb yurgan narsani dokumentlari bu qalliqnikini. Qalliqni moli dokumentlari bu. Yozilgan. Qalliqni kiyimi yozilgan. Qanoq englari keng bizni o'tgan momalarimiz qizlar kiygan. Ro'molli bunoq cholma olganlar. Cholib olish, o'zi buni ko'lovi olish deydi, ko'lov ro'mol deydi. Yo'q, bu qalliqni moli. Bu qalliqni kiyimi, bu qalliq dizaynlari. Bugun tartib olibdilar. Chakan, bu qalliqni moli. Bu qalliqniki. Bugun tartib olganlar. Qurutov, bugun qo'lingdan tartib olgan ota bobong ojdodlaringni tog'larga yeyayotgan ovqati qurutni ezib turib nondan yegan. Bu nima bo'lyapti? Yajman, ota bobongni yegan ovqatlari, o'tgan ojdodlaringni yegan, kaganni yegan ovqatlari, shohlarni yegan ovqatlari yajman. Bugun nomini fatirmaska deb o'g'irlab olganlar. Natsional ovqat deb. Sen nima qilib yuribsan? Qarin uchun yashayotsan. Odamlar mana shunday millat yasayotdilar. O'ziniki ham bo'lmasa, seni yo'qotib, senikini tartib olib turib, bizniki deb. Mana shu bizning qadim ovqatlarimiz deb yurgan. Sen bo'lsa, jonim, qarinni ketidan yugur, o'lay senga qallig'im. Yugur qarinni ketidan ey. Bu dunyoga qarin uchun yashagin, qadr uchun emas.
qarın uchun yasha. Shu uchun o'ylay senga qallig'im, qarga bo'lsang, qarga bo'lmasang, bu fondni ochgandan keyin agar o'zingni qalliq deb bilsang, bu joyga sen hatman oyiga qo'lingdan kelgan 1 so'm bo'ladi, 2 so'm bo'ladi, bu fondga taylaysan. Bu fond to'planadi, ishlanadi, tarix, farhang, madaniyat, qalliqni tiklashga qaytarib. Qalliq so'zlarni qaytarib tiklashga. Qalliq to'g'risiga kitob yozishga, u kitoblar mana shu keyin o'qiysan olib turib. Ana u chenga keyin bilasan qalliqligingni, sen kim ekansan, seni bobolaring kim ekan, otalaring kim ekan, seni ajdoding kim ekan ki Sinziyandan Bomiyonga davr kontrol qilgan qalliqni balasisan. Bugun qardingni to'yg'oz olmay yurgansan. Etgan eshigin tagiga xazan rabota yes deb. Bugun sen bu qalliqqa tushib kelding. Ana u qalliqdan mana bu qalliqqa tushib kelding. Xitoy shohlari qalliqlar bizdan urush qilmasin deb dolya topshirgan, dolya, sholk, dolya qalliqlar bizdan urush qilmasin deb. Bilasan, vaziyatga. Sen ana u qalliqni balasi bugun xazar rabota yes deb qo'lingga lapatka olib yuribsan. Bilasan sababi nimadi? Ertaga balang bundan battar bo'ladi. Chunki seni birlasha olmading, o'zingni o'zing yasolmaganing uchun. O pulni go'ringga olib keta olmaysan. Yeganing chichutaylaysan tualetga. Qo'yni go'shti yeysan, kaklikni go'shti yeysan. Nimani go'shtni yemagin? Nima yemagin? Chichutaylaysan tualetga. U hech vaqt turmaydi ichingga. Shoxing ham chiqmaydi. Quloqlaring ham katta bo'lmaydi. Faqat shu tualetga chichutaylaysan. Lekin millating yo'q bo'ladi. Millating tiklash uchun yeyishni saligina kamroq qilasan, tartasan u millatingga o'tkazasan jonim. Ma'lum bo'lalarim bo'lsa, ma'lum tog'alar bo'lsa, qarga bo'lsa, mana shu odamlar topasizlar, komandalar, o'sha brigadalarni tashkil qilasizlar, topasizlar, bo'yniga qo'yasizlar, yozishdi. Pulini ajrataman men, beramiz. Oyiga maktabdan qancha pul olyapti? $200, $100, $150, 500 oladi. Maktab bormaydi. Chiqadi ishdan, o'tiradi uyga. Dokumentlarni taylaymiz hammasini, onlayn yig'adi, o'tiradi, yozadi qalliq to'g'risiga. Oyiga $200 maktabdan beradi. Biz $500 beramiz, uyiga o'tkazib turib. Biz qalliqlar 500 beramiz, uyiga o'tiradi, yozadi bu narsani. Agar qolgan pagondor qalliqlaring o'z qallig'ingni himoya qila olmasang, o'z qallig'ingni zashita qila olmasang, men bilmayman sen boshqa kimsan o'ra. Men bilmayman, seni boshqa men biron xil ayta olmayman jonim. Sen ham o'sha boshqa qadr uchun emas, qarin uchun nima deydi? Mana shu kuchukni yashashi qarin uchun, qadr uchun emas. Chunki kuchukka qadr yo'q. Mana shu kuchuk huradi, yuguradi, vakillaydi, tishlaydi, uyda boqadi, kecha kunduz yotmaydi, uyda egasi yotadi kayf qilib. Uyda egasi go'sht urgandan keyin suyagini kuchugiga beradi. Mana shu kuchuk qarin uchun yashaydi. Qadri yo'q. Agar mana shuni kuchukdek beqadr bo'lib yashamoqchi bo'lsang o'shara pagonlaringdan yugurib yuring, haqqillab yuring, haqqillab, o'zlaring bilasizlar. Jonlarim. Tarix katta, tarix ko'p, yig'ish kerak, yozish kerak. Yiqqanim o'zi-ku, bilmayman, men uni o'zim bo'lsam, shakma bir 30 yil agar ularni o'qisam agar tugatmayman ham, uni yig'a olmayman ham.
Shu uchun bir komanda kerak, bilmayman. 30 kishi bo'ladi, 40 kishi bo'ladi, 50 kishi bo'ladi, 100 kishi bo'ladi. Komanda faqat yozadi. Yozadi. Qolgan qalliqlar fondga pulni taylaysinlar. Ulardan oylik bo'linadi, pul bo'linadi yozaydigan odamlarga. Bu narsani qilaydigan. Bularning hammasini men Yevropaga ular to'g'rilab dokumentlarni amal qilgandan keyin jo'natadilar, kitob qilib. Men bura chop qilaman, chiqaraman u kitoblarni. Necha tillaga chiqaraman. Tushuning endi sizlarga? Tushungan bo'lsangiz ko'p yaxshi. Agar eshitib turib shu narsani o'zlaring karlikka olib turib o'sha bilmayman o'shalar vakillar faqat qarin uchun yashayman desang agar, qadr uchun bo'lmasa agar yashayvering jonlarim, axir o'zlaring bilasizlar. Men qo'limdan kelguncha o'zim bilmayman, tilanaman, nima qilsam qilmasam o'zim bir hech bo'lmaganda bir yarim kitob qilib biron qalliq to'g'risiga chiqaraman. Bu narsani qilaman men. Shu umr bo'lsa, agar anav sizlarni yaxshi ko'raydigan odamlaring odam qo'yib arqamdan agar bularni qalliqlarni tezroq o'ldiraylik, yo'qotaylik, bizga mana shu qo'yla kerak, bizga baqil qalliq kerak emas deb. Chunki bu yerlar ham bizniki bo'lgan. Agar o'ldirsalar, endi o'zlaring bilasizlar, u tomonni aniq ketasizlar. Agar bo'lmasa, o'lmasam agar, mana shuni men bir kitob qilib chiqaraman. Nimkola kitob ham bo'lsa, bir yarim kitob ham bo'lsa, chala kitob ham bo'lsa qilaman. Chunki men shunchaga kuchim yetadi. Joning omon bo'lsin qallig'im. Shu videoni har bir qalliqqa jo'natgan. Agar qalliq bo'lsang, tayla o'zlaring bir-birlaring o'ranga ko'ring. Agar qalliq bo'lsan. Yo'q, agar qarin uchun bo'lsang agar bu dunyoga, qallig'ing uchun, nomusing uchun bo'lmasang, faqat qarin uchun yashayotgan bo'lsang, o'zing bilasan jonim. Jonlaring omon bo'lsin, har bir tangni qallig'im. Gapni ko'p qilmaymiz. Yaqinga men fondini ochaman, hammasini ochaman, WhatsApplarni qo'yaman. Qaysing qalliq bo'lsanga chiqasizlar. Birta har bir joyga, har bir rayonga sizlar, shaharga sizlar, qarga bo'lsanga. Birta boshliq o'ra boshlaringa saylanadi. Rossiyaga ham bo'lsanga, qarga bo'lsanga. 2 kishi bo'lsanga bir tang boshliq saylanasizlar. Farqi yo'q menga. Men uchun nomus kerak. Yo bo'lmasa pasportingni bu nomingni, familiyangni alishtir, millatingni alishtirgin. Yo quloq solasan, yo bor millatingni alishtirasan. Atkaz qilasan qalliqligingdan. Menga musurkash kerak emas. Menga bunaqa narsalar kerak emas. Mening uchun nomusim kerak. Nomusim. Bilasizlar? Meni orim bor, nomusim bor. Meni millatim bor, tarixim bor, tamaddunim bor. Men qo'ymayman meni tarix, tamaddun, millatimni, chizlarini boshqalar egallab olsa-ku, men o'zim bir ko'chmanchi deb nom bersalar, men ko'chmanchi bo'lib yursam, yo'q. Men ko'chmanchi emasman. Men bu narsani isbot qilib beraman gapirganiga. Tushuning jonlarim. Qalliq yigitlari bu fond bo'ladi. Bundan yaxshi sportsmenlar ajraladi bachalardan, qalliqlardan. U sportsmenlarga finansировать bo'ladi. U boshqa joylarga mashq qiladilar. Ularni yeyish-ichishiga. Bu yerdan yig'iladi, ziyoti qolsa agar o'tsa, kitoblardan qolsa, yana keyin tag'an bo'lsa, qalliqlar balalar o'qiydi bundan baqa. O'qiydi, zo'r o'qiydigan balalarni zo'r universitetlarga kirdizamiz. Mana shu qalliq fondidan ularni yashashi, o'qishi to'lanadi. O'qimagan qalliq ana ora pul taylaydi har oy. 1 so'mni, 2 so'mni
u fondga pul taylaydi. Buni xohlaydi, xohlamaydi. Hozirga yaxshilik bilan bo'ladi. Agar bundan keyinroq bo'lsa, yaxshi bayavoy bir ikki sportsmen o'ziga ishonaydigan jiyanlar yig'ilgandan keyin bu narsani majburiy qilamiz bo'ynlaringga. Yaxshilik bilan bo'lmagandan keyin yomonlik bilan bo'ladi. Chunki qalliqning nomusini tiklash kerak. Buni yaxshilik bilan bo'lsin, yomonlik bilan bo'lsin, bunga farq yo'q. Buni tiklash kerak. Tushundingmi sizlarga? O'laysizlarga, hammalaring oyoqlaring tagiga. Men yaxshilikka ko'p yaxshi odamman. Yomonlikka ham chin yomon odamman. Yomonlikka mendan yomon topilmasa kerak bu dunyoga. Yaxshilikka mendan ham yaxshi topilmasa kerak bu dunyoga. Men shunaqa insonman men. Bu dunyoga yaxshi insonga jonimni beraman. Neki yomon insonga mendan yomon odam yo'q. Men shunaqa o'zimning xarakterim shu. Yomon odamni keyin mazasini qattiq qo'chiraman. Farqi yo'q. Bugun bo'lsin, erta bo'lsin qo'chiraman. Shunaqa xarakterim bu meni. Hech narsani kechirmayman. Men shu kechirmagan xarakterim ham bu. Biron vaqt kechirmayman, biron narsani. Bir narsa tushdi, qoldi. U jazosini olguncha 100 yildan keyin bo'lsin, tirik bo'lsam jazo beraman. Yani shunaqa yomon xarakterim bu meni. Kechirmaydigan insonman. Shu uchun yo'llarim jo'natingga bir-birlaringga yaxshilab eshiting, o'laysizlarga oyoqlaring tagiga o'layamalaringni. Biz qalliqmiz, bizning nomus bu, bizning or bo'lish kerak, bizning millatimiz bu, bizning tariximiz bu, bizning tamaddunimiz bu, bizning farhangimiz bu. Bizga hamma narsa bu. Bizlar millati, davlati, tarix bo'lgan zamonlar proyektga yo'q insonlar bugun davlat bo'lganlar. Proyektga yo'q. İnsanlar bugün davlat, millat bo'lganlar. Neki biz bor narsadan yo'q bo'ldik, bular yo'q narsadan bor bo'ldilar. Bilasizlar shuni? Yo'q narsadan bir nomni topib olib kelib turib, o'zlarini millat qilgan insonlar ko'p bu dunyoda. Neki biz xuddi 5-asrdan 6-asrdan bor davlat, millat to 13-asrga davr. Bu hazil emas. Bu ancha-muncha asr emas. Bilasizlar shuni? 8 asr, 9 asr qarov davlat qilgan millat bugun biz yo'q bo'lib ketibdik. Yo'q bo'lganmiz. Bilasizlar shuni jo'llarim? Sizlar ishonmaysizlar. Men qalliq tarixini o'qib yig'lab yuboraman. Yig'lab yuboraman o'qib. Sizlar ishonmaysizlar bu narsaga. Neki men emotsiyaga beriladigan odam emasman. Neki o'qib kelaman. Bu millat qanoq millat bo'lganini, qanoq davlatlar qurgan, qanoq shu millat kelib yo'q bo'lganiga qarab o'qib ishonmaysizlar. Men yig'layman kechalari. Daftarni qo'shib ochaman kompyuterni. Ertalabga davr bir xil vaqt ertadan ishga ketishim kerak. Ertavanga davr men o'tiraman-ku o'qiyman. Ertavanga davr. Men o'tiraman kechqurun kompyuterni boshqa ochaman dokumentni. Ertavdan bo'ladi, ertavdan ishga ketish kerak. To'ra kelaman, dush qilaman, ishimga ketaman. Yotmayman. Borovari kechalari bir xil vaqt bir joylari keladi, shu qalliqni g'urur joylari keladi, nomus joylari kelganda yig'lab yuboraman men. O'zim to'xtata olmayman. Yig'lab yuboraman. Bu qara ketding sen qallig'im. Nima bo'lgansan senga? Nima bo'ldi bugun? Nima bo'ldi sen dunyo havasiga bilmayman o'zing sotib yugurib yuribsan nara bera. Qarin uchun yuribsan sen. Qarasan, qonnisan. Qanoqsilar oralariga bu ajralish bo'lib ketdi yo'qollinga degan savollar keladi. Sizlar ishonmaysizlar. Al men yanima kelib o'tir bir ikkitang
Yo meniyle qo'shil o'qib bir hafta 2 hafta o'qigin. Bir shuni kirib ketgin o'sha qaliqlarni hayotlarini ichiga. Yig'lab yuborasan. Yig'lamasang men o'zima tuflagin. Men dokumentalingga qo'yay agar shu borlarni. O'qigin, yig'lamasang men o'zima tuflagin. Bu hazil narsa emas. Bu millat ehsosi, bu millat hissiyoti, bu hazil narsa emas. Bilasizlar? Shuning uchun ba'zi bir millatlarni qarang, maydagina ham bo'lsa, yo boshqa ham bo'lsa, to oxiriga yo'q bo'lguncha urushadilar. O'zlarini nezavismistligi uchun. To'xtamaydilar, orqa qaytmaydilar. O'limni bo'yin oladilar. Neki millatlari sotilmaydi. Biz bo'lsa bepul sotayotdik millatimizni. Bugun ba'zi bir tasniy uylariga borsang, boshqa tilga gapiradilar. Nima bunaqa gapirasan deb so'rasam, qaliq til kimga kerakdi deydi-da. Shu ukuni men mana shu narsani o'qib yurganga, shu gap yodimga kelganga men qattiq yig'lab yubordim. Ki begona emas, o'zimnikidan shu gap chiqqan edi-da. Nimaga balalaringdan tojiki gapirasan deb so'radim-da. Qaliqsan-ku. Nima balang qaliq tarbiya qila olmaysan deb so'raganimga, kimga kerakdi qaliq tili? Biron ishing bitmaydi qaliq tilidan dedi-da. Shu Allin aytgan edi. Men u kuni tarixda o'qib yurib, sho'rga kelganga o'shani gapi yodimga tushib ketganga bo'kirib yig'lab yubordim. Pasmas, bo'kirdim. Va hamsoyalar shakilma-ku Olaxon bo'ldi. Bu nima gapdi bunog'im bo'ldi birdandan deb. Ki qaliq o'z tilini kimga kerakdi deb aytdi. Bilasizlar, kimga kerakdi deydi. Nima ish butkazadi bu til deydi. Nima ish butkazadi deydi. Qaliq tili Sinziyandan Bomyonga davr, Afg'onistonni Bomyoniga davr 7 asr ofitsial Aziyaga qaliq tili bo'lgan. Beqaliq tili seni ishing butmaydigan bo'lgan. Ofitsialna til bo'lgan qaliq tili. Bugun qara ketdi. Bugun qaliqni o'zi aytadi, nima ishni butkazadi deydi. Bilasizlar? Men sizlarga yolg'on aytibman, Xudoga to'g'ri. Bo'kirib yig'lab yubordim, pasmas. O'shani gapi yodimga tushib ketdi, shu qaliqni tili, shu ya'ni ofitsial davlat tili bo'lgan. Boshqa atrofdagi millatlar ham mana bugungi qana o'ris tilini hamma o'sha SSSR hamma o'ris tilidan edi-ku, endi dokumentlar, boshqa narsalar o'ris tilidan edi-ku hammasi. Mana shu SSSRda hamma mana shu atrofdagi bor boshqa davlatlar ham mana shu qaliq tilidan ishlari butganda, sho'rga shu kelganga ki 300 yil, 350 yil ofitsial, yo'q, 500 даже, 500 yil ofitsialna O'rta Osiyoga qaliq tili bo'lgan. Shu dokumentni shuni ochib o'qigandan keyin o'zimni heshimni gapi yodimga tushib ketdi. Ustolni mushlab yig'ladim bo'kirib. Qaliq tili kimga kerak deydi? Nima ishni butkazadi deganga-da. Agar sen sotqin bo'lsang, men sotqin bo'lsam, hech til sen ishingni butkazmaydi. Sen ish deb nimani nazarga tutasan? Qaysi ishingni? Qaliq til nom beradi, qarning to'yg'izadi, boshqa til qarin to'yg'izadi. Men aytay, jonim, sen qarin uchun yurgansan. Men Yevropaga yashayman, qaliqni gapiraman kerak bo'lsa. Переводчик topib kedayman qaliq tiliga. Olib kedayman переводчик. Kovlab yuraydilar kerak bo'lsa. Agar men prinsipga ketsam. Neki necha yillab bo'ldi men Tojikistondan surib yubordilar meni. Qancha yillab bo'ldi men Tojikistondan darbadar yurganman. Yetgan davlatlarga.
Qalliq tilimni yo'qotgan yo'qman, sotgan yo'qman qalliq tilimni. Millatimni ham sotgan yo'qman. Har bir joyga kirgan bo'lsam, millatdan gap ketganga men qalliqman deyman. Men millatim qalliq. Yo meni bironta o'zima tufladi. Yo bironta meni yomon ko'rdi, sen qalliqsan deb. Yo men millatimni tojik desam, yo o'zbek desam, yaxshi ko'radilar meni. Pul beradilar. Premiya beradilar menga. Yo'q. Faqat o'zimni sotaman xolos. O'z воображениемga men zo'rman. Neki o'zimni sotaman xolos. Chunki men qalliqman. Men sotilmayman. Meni millatim ham sotilmaydi. Meni tilim ham sotilmaydi. Men millat til sotaydigan inson emasman. O'laman o'jdan sotmayman. Men o'lishni bo'yin olaman, sotilishni emas. Chunki meni qonim qalliq qoni, tilim qalliq tili, qalliq ochamni sutini ichganman. Men qalliq allasini eshitganman. Predatel emasman. Bu narsalarni men sotsam. Hammalaring joning omon bo'lsin. Yor videoni har bir qalliqqa, bu videoni har bir qalliq ko'rishi shart va zarur. Va o'sha qalliq mana shu xuligan ukalarim bor-ku. Mana shu qarasizlar aylanaysizlarga. Chig'inga baqqa asta meni Facebook'imga yozinglar. Yordan men o'zimni shaxsiy WhatsApp'im beraman, gapiramiz. Astana Arslon Kagan yozilgan meni o'sha shaxsiy Facebook. O'sha Facebook'ga yozing o'ylaysizlarga baqqa. Endi qalliqni yaxshilik bilan bo'lmaydi. Menimcha endi bularni shu saligina turtib yig'ish kerak endi bularni turtib. Qalliq bundan baqa bebosh qalliq bo'lmaydi. Qalliqni boshiga bosh bo'lish kerak. Qalliq o'zini alidan to'g'ri kelib har ish qilmaydi. Bu uchun qalliq javob berish kerak. Har bir qilgan o'zini alidan qilgan ishiga javob berish kerak. Shu uchun o'sha gazar shu bandit xuligan o'zim bo'lalarim, jiyanlarim qarasizlar chig'inga baqqa. Bularni endi majbur endi qo'y titilgandan keyin deydi, majbursan otga minsang endi, bor yig'ib kelsang. Endi bular ko'p titilib ketganlar endi. Majburmiz endi bir otlansak bularni boshiga. Bu qalliqni boshiga bir otlanmasak bo'lmaydi. Bir otlanamiz. Bularni keyin yaxshilab yig'ib olamiz. Yaxshilab ko'rab yig'ib, keyin bularni asta kontrolga programma, kontrol konstitutsiya, qalliq konstitutsiyasini tashkil qilamiz. Qalliq qonun konstitutsiyasidan yashaydilar bular. Buni bo'lmasa bu titilib ketadi bu. Yangi kelayotgan avlodlarni, tug'ilayotgan go'daklarni biz qalliq qilib tarbiya qilishimiz shart va zarur. Har bir ota bir kunga balasiga Rossiyaga bo'lsa telefondan, uyiga bo'lsa aliga qalliq interneti hozir ochasan, skachat qilasan qalliqlarning istoriyalarini, qalliq to'g'risiga bir narsa bir istoriyasini bo'yat balanga aytishing kerak. Bu narsa sen uchun hatmi. Uy vazifasi deydi-ku. Uy vazifasi sen uchun. Bu. Sog' bo'l jonim, omon bo'l qalliqlarim. Gazarlar, qoni baqqa qoni o'zimni qalliq gazarlarim chig'inga baqqa qoni bir otlanaylik bularni boshiga.